Men Rasululloh bilan namozda turganimda bir odam aksa urdi. Men unga qarab, "Yarhamukalloh" dedim. Namozda turib "Yarhamukalloh" dedi. Namozda turganlar menga o'qrayib qarashdi deydi. Men yana to'xtamasdan, "Ha, onalaring yo'qotib qo'yib yig'lagunlar, nimaga menga go'layashasan" dedim. Shunda hammasi soniga qo'lini urib qoldi. "Ha, demak meni tinchishimni talab qilyapti ekan" deb jim bo'ldim dedi. Namoz tugaganidan keyin Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ota-onam u zotga fido bo'lsin. U zotdan avval ham, keyin ham u zotdan ko'ra go'zalroq ta'lim beradigan bironta muallimni ko'rmaganman. Allohga qasam, g'udirama degan, urmadi ham, so'kmadi ham. Nima dedi? Albatta bu namozdir. Unda odamlarning so'zlarini gapirish mumkin emas. Albatta u namoz, tasbih, takbir va Qur'on tilovatidir.